Obyektimiz pristroyka ham bor ekan. Ketdik, endi ichkarini kirib ko'ramiz. Bu obyektimizda ham har doimgidek interyer hamda mebellarimizni dizayniga o'zgartirish kiritamiz. Xavotirga o'rin yo'q. Dizayn o'zgarishi bu muammo emas. Qaytanga hali kech bo'lmasdan mos dizayn, to'g'ri material va ergonomika, ya'ni mebeldan foydalanishni to'g'rilab olishimiz kerak. Shuning uchun doim aytaman, dizayn tayyor bo'lishi bilanoq aloqaga chiqinglar. Aks holda bizni boshqa qilinadi va natijada vaqtingiz, xarajatingiz 2 martaga ko'payadi. Kamiga ustalaringiz ketib qolishi ham mumkin. Shuni oldini olish maqsadida tajribali prorabimiz bilan birgalikda obyektimizdagi barcha muammolarni hal qilib oldik. Siz bo'lsa obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang, natijani birga ko'ramiz. Ko'rishguncha.